Oxirgi reelsimda menga qilishgan syurprizdan keyin men ham uydagilarni xursand qilgim keldi. Turkiya sayohatimizni eslab, turkcha nonushta tayyorlashga qaror qildim. Fasini vaybini beradigan elementlardan ham qo'shdim. Bu nonushtani esa turkcha menyumensiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Endi esa menyumenimni asosiy sirini aytaman. Bu Shirin brendining aristokrat kolbasi. Ular bilan menyumen hattoki turkcha nonushtalarnikidan ham a'lo chiqadi. Piyoz, mayda to'g'ralgan kolbasa, pomidor, dunkan qalampiri va ozgincha tuzni sariyog'da yaxshilab qovuramiz. Ketidan esa tuxum chaqamiz. Mana bunisi esa haqiqiy turkcha klassika. Qovurilishini o'zida Turkiyani iforini his qildim. Orasiga brinza o'ralgan bureklardan ham bolajonlar uchun qovurdim. Endi hammasini birin-ketin stolga joylaymiz. Turkcha nonushtani pomidor, bodring va zaytunlarsiz nonushta deb bo'lmaydi. Har xil murabbolar va asal ham qo'ydim. Dasturxonimni issiqqina va eng asosiy ko'rki bo'lsa aristokratcha qovurilgan kolbasa hamda menyumen. Choyni ovozini eshitinglar. Xullas, ertalab tushib, hammalisi hayratda qolishlisi aniq. Sizchi bu nonushtani kim uchun tayyorlab bergan bo'lardingiz? Yoki bo'lmasam turkcha nonushtada nimani unutib qoldim? Javoblaringizni kommentariyada kutib qolaman. Videoni esa birga nonushta qilishni istagan insoningizga yuborib qo'ying.